Hammani ushlab turasizlarmi? Men bitta joy aytib qo'yaman. Borib hammamiz birga iftorlik qilamiz. Bo'ladimi? Yo'q. Opam, yuraymi mana bir iftorlik qilasiz. Tanimaysizmi meni? Opam, ketdik. Uzoq ketadiganlar bo'lsa, uyga ham yuborib yuboramiz, farqi yo'q. Ketdi. O'tirdingizmi? So, aka, qaydi? Ketdik biz ham. Keling, opam. O'ta qolay. Yosh kattalar, yo'q. Hamdkan. Keyin qarasam, sizlar 3 kishilar vokzal tarafdan kelyapti, piyoda. Keyin bu ko'chada trotuardan 3 kishi kelyapti. Hamma bitta joyga ketyapsizlar. Nima bu yig'larmikin bo'ladi bunda? Razvorot qilib kirib ko'rdik. Hamma o'shda ekan, ba'zilar sizlarni. Keyin hammani olib ketaman desam. Yo'q, aytgan. Quyib ko'ringchi, hozir piyola olib kelsin. Yaxshilar, normal edi. Hammasi ovqat chiqishdan. Rahmat. Akroshkachi, opam. Maslova. Sizga ham ham ko'pam. Qanaqani olib turing, kosangiz. Kelmaydimi? Jilni. Yo'q, sen kecha kelgansan, sen bunlarga ko'proq ta'rif Yomon anaqa ekan. Aka, oling. Ichidagi bitta bular. Yo'q. Choy. Sizlarda choy bormi? Allohimga hamd sanolar bo'lsin. To'rmuchalimizni isrof qilib, mana shunday chiroyli. Voy, onalar. Zo'r bo'l. Juda yoqdi. Ovqatlari ham, shirinliklari ham. Ya bizga emas, mana gramniki. Voy, siz ochgansizmi? Qo'ysa-chi. Shular ham, mana meni ham. Hamma bir-birini aytalar. Yopaman. O'sha buyurishlarni. Hop.